Salom. Men professionalman. Bugun sizga soch kesish va soqol shakllantirish jarayonini batafsil ko'rsataman. Birinchi bosqichda klipper va taroq yordamida soch kesiladi va shakllantiriladi. Tezlatilgan videoda ko'ring, zamonaviy soch dizaynlari. Soch kesuvi va naqshli bosh terisi ishi ko'rsatilmoqda. Biz har bir mijozning uslubiga mos keladigan noyob va zamonaviy soch turmaklarini yaratamiz. Soch iplarining ultrasharp teksturalari, naqshli bosh terisi detallari yuqori aniqlikda ajralib turadi. Soqol shakllantirish ham mukammal. Bizning ustalarimiz soqolingizga ideal shakl berib, yuzingizga mos keladigan uslubni tanlashga yordam berishadi. Aniq kesish, tabiiy teryonlar va nozik yuz mushaklari ko'zga tashlanadi. Barcha xizmatlar sifatli va tez. Bizning tajribali jamoamiz sizga eng yaxshi xizmatni ko'rsatishga tayyor. Barbershop bizning umumiy muhiti, yog'och javonlar, asboblar va mijozlarga xizmat ko'rsatilmoqda. Keling, sinab ko'ring. Biz bilan bog'laning va o'zingizga mos uslubni toping. Toza professional barbershopi fonida issiq yorug'liklar bilan teri tonlari yaxshilangan. Sizni kutamiz.